Sizning o'g'lingiz Rossiyada yurganda Zolotoy Koronadan 90 ming rubl kredit olib to'lamagan. Hozir sudga oshib ketgan. Hozir o'g'lingizning qarzi 270 ming rublga oshib ketgan. Yuqoridagi holat kabi, agarda siz Rossiyaning Zolotoy Korona bankidan kredit olgan bo'lsangiz, bank sizdan ushbu kredit qarzdorligini undirib olishi mumkin. Demak do'stlar, hozirgi vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda Zolotoy Korona olingan kreditlarni undirib olish mumkin emas degan xabarlar tarqalmoqda. Afsuski bu xabarlar noto'g'ri. Sababi Zolotoy Korona banki Rossiyaning hududidagi fuqarolik sudiga kreditni undirishni ariza beradi. Sud arizani qanoatlantirib, hal qilib qarorini ijrosini ta'minlash uchun O'zbekiston hududidagi fuqarolik sudiga ariza kiritadi. Sud arizani qanoatlantirib, sizning yashash joyingizdagi MIBga ijro varaqasi yuboradi. Ushbu holatlar O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksining 312-moddasi tartibida amalga oshiriladi. MIB tomonidan ijrochi qo'zg'atilgandan keyin sizning nomingizda momlik bor yoki yo'qligi keyingi masala hisoblanadi. Lekin sizga qamoq jazosi tayinlanmaydi. Demak do'stlar, o'z huquqlaringizni biling. Agarda sizga shu va boshqa masalalarda advokat xizmati kerak bo'lsa, bizga murojaat qiling.